Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qarındaşlar, anlavatqınыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'z Zavaid namlı kitabının 9. tomu. Hazır okuyduğumuz Kıssalar bölümü. İmam Müslim'nin şu 5. numaralı hadisinde Suhayb radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: Sizlerden burun bir padişah ötken bulup, onun bir sehrgari bar idi. Sehrgar qirib qolgan chog'da padişahqa: "Men qirib qoldim, manga bir bola bergin, uningga sehr o'gitay" dedi. Padişah bir bolani uningdan sehr o'ginish uchun avatdi. Bolaning berib kelgan yo'l ustida bir rohib bar bo'lib, sehrgarning yoniga berish uchun u rohibning oldidan o'tadi va uning yonida o'ltirib ba'zi ishlarni so'raydi. Shuning bilan sehrgarning yoniga kech qilib tayoq yeydi. Bola bu ahvolni rohibga aytib shikoyat qildi. Rohib uningga: "Sehrgarning jazosidan qo'rqsang, meni oilam tutib qoldi" degan. "Oilangning jazosidan qo'rqsang, meni sehrgar tutib qoldi" degan deb o'rgatdi. Kunlarning birida u bola insonlarning yo'lini to'sib olgan nihoyat yo'g'on bir maxluqqa duch keldida o'z-o'ziga: "Bugun sehrgarning bilimi kuchlikmi yoki rohibning bilimi kuchlikmi, buni bilib olaman" dedi. Ondan qo'liga bir toshni ilib: "Ey Parvardigorim, agar rohibning ishi sana sehrgarning ishidan yaxshiroq bo'lsa, bu maxluqni o'ltirib, insonlarni xotirjam qilgin" deb toshni otgan edi, hayvon o'lib qoldi. Shuning bilan insonlar xotirjam bo'lib, u yerdan o'tib ketdi. Bola rohibning oldiga kelib, bo'lgan voqeani so'zlab bergan edi. Rohib uningga: "Ey o'g'lim, sen mendan o'tib ketibsan. Kelgusida beshingga musibatlar keladi. Shu chog'da men to'g'riliq hech kimga so'z qilmag'in" dedi. Shu kundan boshlab u bola qarg'ularni, maxov va boshqa kasalliklarni davolashga boshladi. Podshohning bir qarg'u do'sti buni anglab, uning yoniga ko'p sovg'atlar bilan keldi va "Agar sen menga shifo bersang, sana buningdan ko'p narsalarni beraman" dedi. Bola: "Men hech kimga shifo bermayman, balki shifoni Alloh beradi. Agar sen Allohga iymon keltirsang, men duo qilaman, Alloh sana shifo beradi" dedi. U qarg'u Allohga iymon keltirdi. Alloh uning shifo berdi, ya'ni uning ko'zlari ochildi. Keyin podshohning yoniga kelib o'ltirgan edi. Podshoh uningdan "Ko'zingni kim saqaytdi" deb so'radi. U kishi "Rabbim" deb javob berdi. Podshoh: "Mendan boshqa Rabbing bormi?" deb so'ragan edi. U kishi "Mening va sening Rabbing Allohdir" deb javob berdi. Podshoh uni tutib azoblashga boshladi. U oxiri chiday olmay, bolaning turgan yerini ko'rsatib qo'ydi. Bola ilib kelindi. Podshoh uningga: "Sening sehring bekmeshib ketibdi. Qarg'ularni, maxovlarni va uningdan boshqa kasallarni davolab shifo beradigan bo'lib ketibsan" dedi. U bola: "Men hech kimga shifo bermayman, shifo berguvchi Allohdir" dedi. Shuning bilan podshoh bolani tutib azoblashga boshladi. Umi azobga chiday olmay, rohibni ko'rsatib qo'ydi. Rohib ilib kelinib, dinidan qayt deyildi. Rohib qabul qilmagan edi. Beshining o'ttirisidan haridab, uni ikkiga bo'lib tashladi. Ondan podshohning yaqini ilib kelinib, dinidan qayt deyildi. Umi qabul qilmagan edi. Uningmi beshining o'ttirisidan haridab, bedini ikkiga bo'lib tashladi. Ondan bola ilib kelinib, dinidan qayt deyildi. Lekin umi qabul qilmadi. Shuning bilan podshoh uni bir guruh lashkarlarga topshirib, "Buni palani taqqa ilib chiqinglar. Cho'qqiga chiqqanda dinidan voz kechishini aytinglar. Agar voz kechsa, yondirib kelinglar, bo'lmasa tog'dan pastga tashlab o'tinglar" dedi. Ular bolani taqqa ilib chiqqanda bola: "Ey Parvardigorim, meni bulardan o'zing xohlagan narsa bilan qo'g'dig'in" deb duo qilgan edi. Tog' qattiq silkinib, lashkarlarning hammasi pastga domlab ketdi. Bola podshohning oldiga qaytib keldi. Podshoh uningdan "Qolganlar qani?" deb so'ragan edi. Bola: "Alloh ularni halok qildi" deb javob berdi. Shuning bilan podshoh uni yana bir guruh lashkarlarga topshirib, "Buni kemaga selib, dengizning o'ttirisiga ilib beringlar. Dinidan qaytsa qo'yutinglar, qaytmasa dengizga tashlab o'tinglar" dedi. Ular dengizga yetib borganda bola: "Ey Parvardigorim, meni bulardan o'zing xohlagan narsa bilan qo'g'dig'in" deb duo qilgan edi. Kema cho'kib ketib, boladan boshqa hammasi dengizga g'arq bo'ldi. Bola yana podshohning huzuriga qaytib bordi. Podshoh uningdan "Qolganlarga nima bo'ldi" deb so'ragan edi. Bola: "Alloh ularni halok qildi. Sen mening deganimni qilmoqcha meni o'ltirolmaysan" dedi. Podshoh "Nimalarni qilaman" deb so'ragan edi. Bola:
xalqni bir yerga to'plab, meni bir daraxtga bog'laysan, ondan o'qtinimdan bir o'qni ilib, uni yochoqqa qo'yib, bu balaning parvardigori bo'lgan Allohning ismi bilan otaman deb o'qni otsan, shunaq qilsanglar men o'ltira olaysan dedi. Podshoh xalqni bir yerga to'plab, balani bir daraxtga bog'ladi. Ondan uning o'qtindan bir o'qni ilib, yochoqqa qo'yib, bu balaning parvardigori bo'lgan Allohning ismi bilan otaman deb otdi. O'q balaning cheksiga tegdi. Bala cheksiga qo'lini qo'ygan holda o'ldi. Shu chog'da insonlar balaning Rabbiga iymon keltirdik, balaning Rabbiga iymon keltirdik, balaning Rabbiga iymon keltirdik deyishdi. Shuning bilan biri podshohning yoniga kelib, uningga sen ansirgan ish yuz berdi, insonlarning hammasi balaning Rabbiga iymon keltirdi dedi. Shuning bilan podshoh yo'g'on xandaklarni ko'lab, uningga o't yiqishni hamda kimki dinidan qaytmasa, u xandaklarga tashlashni buyurdi. Dindan qaytmagan insonlarga o'zingni o'tqa tashla deyildi. Ular o'zlarini tashlashdi. Navbat quchog'ida bolasi bor bir ayol kelganda, ayol ikkilanib qolgan edi. Quchoqdagi bolasi uningga: "Ey ana, jur'atlik bo'l, chunki haq yo'ldasan" deb nido qildi. Shuning bilan u ayolmi bolasi bilan birga o'tqa sakradi. Tirmizining sahih rivoyatida Suhayb radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asr namozini o'qigandan keyin og'zini xuddi gap qilayotgandek qimildatdi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, nima uchun asr namozidan keyin og'zingni qimildatding?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Burunqi payg'ambarlardan biri ummatining ko'pligidan faxrlanib, bularga kim qarshi tura oladi?" dedi. Shu chog'da Alloh uningga: "Ularni jazolashimni tanlamsan yoki ularning ustiga dushmanni musallat qilib qo'yishimni tanlamsan" degan vahiy keldi. Ular jazolanishni tanladi. Shuning bilan Alloh ularga o'limni musallat qildi va bir kunda ulardan 70 ming kishi o'ldi. Suhayb radhiyallohu anhu bu hadisni so'zlaganda bunu hadisni so'zlab berdi. Bir podshoh bo'lib, uning bir sergari bor edi. Sergar: "Menga aqlliq bir bal tepinglar, uningga bilimimni o'g'itay, chunki men o'lib ketishdan qo'rqaman" dedi. Davomi yuqorqi hadisga o'xshash. Ravi mundaq deydi: Alloh taolo Qur'onda mundaq deydi: "O'raklarning egillariga la'nat bo'lsin. U o'raklar lavuldab turgan o'tlar bilan to'ldirilgan edi. Ayni vaqtda ular o'raklar ustida o'ltirib, o'zlarining mu'minlarga qilayotgan ishlarini ko'rib turadi. Ular mu'minlarni faqat g'olib, madiyaga loyiq Allohga iymon etganliklari uchunla yomon ko'rdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir." Siyir o'rgangan balaga kelsak, u bala dafn qilindi. Umar radhiyallohu anhuning zamonida qabridan uning jasadi chiqarilganligi bayon qilinadi. Bala qo'lini cheksiga qo'ygan holda, ya'ni qandoq o'lgan bo'lsa, qabrida shundoq yotgan ekan. İmam Müslimning 2550-numurlik hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: 3 kishidan boshqa hech kim bu vaqtida gap qilmagan. Ularning biri Maryam o'g'li Isa alayhissalom. Yana biri Jurayjga tuhmat qilingan bola bo'lib, aslida Jurayj bakmi ibodatgo'y kishi edi va o'zi uchun bir ibodatxona bino qilgan bo'lib, shuning ichida yashaydi. U namoz o'qiyotgan chog'da onasi kelib, "Ey Jurayj" deb chaqirdi. Jurayj: "Ey Rabbim, onammi namozmi?" deb o'yladi va namozini davomlashtirdi. Shuning bilan onasi ketib qoldi. Ertasi yana namoz o'qiyotganda onasi kelib, "Ey Jurayj" deb chaqirdi. Jurayj yana: "Ey Rabbim, onammi namozmi?" deb o'yladi va namozini davomlashtirdi. O'gini yana namoz o'qiyotganda onasi kelib, "Ey Jurayj" deb chaqirdi. Jurayj yana: "Ey Rabbim, onammi namozmi?" deb o'yladi va namozini davomlashtirdi. Shuning bilan onasi: "Ey Rabbim, o'g'limni jalab xotinlarning yuzini ko'rsatmay turib qabzroq qilmag'in" deb beddua qildi. İsrail avlodi o'z oralarida Jurayj va uning ibodatini tilga olishadi. Bakmi chiroyli bir posh ayol bor bo'lib, u ayol: "Agar xohlasanglar, men uni azrolayman" dedi va Jurayjning oldiga berib, uni azroshga tirishdi. Ammo Jurayj uning qarabni qo'ymadi. Shuning bilan u ayol Jurayjning ibodatxonasida yetib qoladigan bir podachi bilan zina qildi va uningdan amildor bo'ldi. Bola tug'ilganda u xotin bolaning Jurayjdan bo'lganligini da'vo qildi. Odamlar kelib uni ibodatxonadan chiqardi va ibodatxonasini buzib tashlab, uni urishga boshladi. Jurayj "Nimish bo'ldi?" deb so'ragan edi. Ular: "Sen bu ayol bilan zina qilding, u sening bolangni tug'di" deydi. Jurayj: "Bola qayerda?" deb so'radi.
Bala elip kelindi. Jurayj, "Maňa çakılmay turňlar, namaz okuwalay" dedi. Namazdan keyin kelip balaning buqanaga noqub turup, "Ey bala, sening dadan kim?" dep sorgan edi. Bala, "Dadam falany padachi" dedi. Şuning bilan kishilar Jurayjni quchoqlab söýüşke başlady we "Sening ibadatxonangni oltindan yasap berimiz" deyişdi. Lekin Jurayj, "Yo'q, uni burungidek laydan yasanglar" dedi. Ular laydan yasap berişdi. Üçüncüsü, bir bala anasını imam atatdı. Atqa mingen nihoyat kelishgan bir kishi u yerdan o'tdi. Anasi, "Ey Rabbim, mening o'g'limni mushu odamdek qilgin" deb duo qilgan edi. Bala emchakdan og'zini chiqarib, u odamga burilib qaragan holda, "Ey Rabbim, meni buningdek qilmagin" dedi va emchakni qayta emishga boshladi. Abu Hurayra mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalomning u balaning onasini emishini do'rgandek barmoqni og'ziga solib sho'rishi hozirmi ko'z oldimda turibdi. Payg'ambar alayhissalom so'zini davomlashtirib mundaq deydi: Keyin u ana bir cho'rini urib mangan bir to'p kishining yonidan o'tdi. Ular cho'rini zina qilding, o'g'irlik qilding deb urib o'tadi. Cho'ri bo'lsa, Alloh menga yetarlikdir, u nimaga yaxshi vakildir deydi. Buni ko'rgan ayol, "Ey Rabbim, mening o'g'limni buningdek qilmagan" deb duo qilgan edi. Bola yana emchakdan og'zini chiqarib, "Ey Rabbim, meni buningdek qilgan" dedi. Shuning bilan onasi bolasiga kelishgan bir kishi o'tganda, "Men, ey Rabbim, o'g'limni buningdek qilgan" dedim. Sen bo'lsang, "Ey Rabbim, uningdek qilma" deding. Keyin yenimizdan zina va o'g'irlik qildi deb dumbalanayotgan bir cho'ri o'tganda, "Men, ey Rabbim, o'g'limni uningdek qilmagan" dedim. Lekin sen, "Ey Rabbim, meni uningdek qilgan" deding degan edi. Bola onasiga javob berib, "U kishi zolim edi. Shuning uchun, ey Rabbim, meni uningdek qilma" dedim. U odamlar zina yoki o'g'irlik qilmagan cho'rini qaralab dumbaladi. Shunga men, "Ey Rabbim, meni uningdek qilgan" dedim dedi. İmam Buxariyning 2272 numaralı hadisida Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan burun o'tgan 3 kishi safarga chiqib, qo'nish uchun bir o'nkirning ichiga kirganda, tog'dan bir quram tosh yumilab tushib, o'nkirning og'zini to'sib oldi. Ular bizni bu tog'dan faqat bizning yaxshi amallarimizdan tilga olib, Alloh qilgan duoyimizni qutqiza oladi deyishdi. Şunun bilan ulardan biri, "Ey Allah, mening yashanib qolgan ota-onam bor edi. Men davomli ota-onamni boshqa g'izolantirib, ondan oilamdagilarni va xizmatkorlarni g'izolantirdim. Bir kuni mollarimni o'chib, mo'l yerda boqaman deb yiroqlab ketib, uyga bekkach qaytib keldim. Ota-onamni g'izolantirish uchun mollarimni sig'ib kirsam, ular uxlab qolgan ekan. Men ularni uyg'otishni loyiq ko'rmadim. Oilamdagilarni va xizmatkorlarimni ulardan burun g'izolantirishni texmi loyiq ko'rmadim. Şunun bilan qo'limda qachon tutgan peti ularning uyg'onishini kutib turdim. Hatto tong yurib ketdi. Ondan ota-onam uyg'onib sutni ichdi. Ey Alloh, agar shu ishni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, mush toshni ko'tarib o'tgin dedi. Tosh azroq ko'tarildi. Lekin ular u yo'chiqdan chiqib ketolmaydi. Yana biri, ey Alloh, mening tog'amning menga hamma odamdan suyimli ko'rinadigan bir qizi bor edi. Men u qiz bilan birga bo'lishni talab qilsam, meni rad qildi. Bir yili qurg'oqchilik bo'lib ketib, uning beshiga og'ir kun tushib, mening qishimga kelibdi. Men uningga mening talabimga qo'shilish sharti bilan 120 tilla berdim. U men bilan bir to'shakda bo'lishga ma'qul bo'ldi. Men uning bilan bir to'shakda bo'lmoqchi bo'lganda, u oldi bilan shariat ahkomlarini bijirib, menga ondan yaqin kel dedi. Shuning bilan men uningga yaqinlashmasdan qo'pib ketdim. Vaholanki, u qiz men uchun kishilarning eng suyimli edi. Men uning bergan oltindimni voz kechdim. Ey Alloh, shu ishni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bu toshni ko'tarib o'tgin dedi. Tosh yana azroq ko'tarildi. Lekin ular o'nkirdan yana chiqib ketolmadi. Uchinchisi mundaq dedi: Ey Alloh, men bir necha xizmatkor ishlatgan edim. Hammasining ish haqqini berdim, lekin oradan biri haqqini olmay ketib qoldi. Men u odamning ish haqqini sarmoya qilib ishlatib, nurg'un mol boqdim. Aradan xeyli bir zaman o'tib, u odam keldi va "Ey Allohning bandasi, mening ish haqqimni bergin" dedi. Men uningga, "Sen ko'rayotgan bu narsalar, ya'ni tuga, kala, qo'y va qul qatorliqlarning hammasi sening ish haqqing" dedim. U, "Ey Allohning bandasi, meni masxir qilma" dedi. Men uningga, "Seni masxir qilmadim" dedim. Shuning bilan u narsalarning birini qo'ymay elib ketdi. Ey Allah, agar men u ishni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bu toshni ko'tarib o'tgin dedi. Tosh ko'tarildi. Ular o'nkirdan chiqib ketdi.
Tirmizining sahih rivoyatida Abu Vail Rabi'a qabilasidan bir odamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Madinaga kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kirdim va Allohga sig'inib otning elchisidek bo'lib qolishdan panoh tilayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otning elchisi deganing nimasi deb so'radi. Men buni yaxshi biladigan biridan so'radim. Ot qavmi qahchilik yo'liqqanda qaylini suv tilab duo qilib kelish uchun avatdi. U Bakr ibn Muaviyaning uyiga tushdi. Bakri uning sharob pishirdi. Ondan ikki ayolni uning naqsh etib berishga buyurdi. Keyin u Mahra tig'iga qarab yurib ketdi. Taqqa chiqqandan keyin, "Ey Rabbim, men sening oldingga bir kasalni davolash uchun yoki bir asrning fidyasini to'lash uchun kelmadim. Bandanga qanday xohlasang, shunday qiyamga yog'dirib bergin. Menga bergan sharobiga shukranimni aytish uchun menga bergan yomg'irongdan Bakr ibn Muaviyaga yog'dirib bergin" dedi. Dal shu paytda osmonda qizil, oq va qora rangli uch parcha bulut ko'rindi. Uningga bulardan birini tanlag'in deyildi. Ularning ichidan qora bulutni tanladi. Uningga ot qavmidan bir kishini qoldirmay halok qildigan bu bulutni olg'in deyildi, dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga faqat bu o'zikning to'shkichilik bir narsa, ya'ni shamol avatilgan edi, dedi. Ondan otning qissadimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida ularga yomon bo'ronni avatdiq. U, ya'ni bo'ron har qanday narsaning yendan o'ssa, uni chirigan so'ngakdek titmik talon qilib o'tadi degan oyatni o'qidi. İmam Buxariyning 3464-numərlik hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo Isroil o'g'illaridan oqkesal, toz va qarg'u bo'lgan 3 kishini sinab ko'rmoqchi bo'ldi va ularga farishta avatdi. Farishta birinchi bo'lib oqkesal kishining oldiga kelib, "Hammadan nimani eng yaxshi ko'rsan?" deb so'radi. U, "Chiroyli rang bilan chiroyli terini, chunki insonlar meni yomon ko'radi" dedi. Farishta uni siylab qo'ygan edi, uning kesili saqayib, chiroyli rang va chiroyli teri berildi. Ondan uningdan "Qandaq molni yaxshi ko'rsan?" deb so'radi. U, "Tuga yoki kala" dedi. Ravi bu vaqtda, ya'ni oq kesal bilan toz ikkisidan qaysining tuga yoki kala talab qilganlik haqida ikkilanib qolgan. Farishta uningga bir to'yoq bo'g'oz tugi berib, "Alloh bularni sana muborak qilsin" dedi. Ondan tozning yoniga berib, "Hammadan nimani eng yaxshi ko'rasan?" deb so'radi. Toz, "Chiroyli chashni, bu narsa ya'ni tozlik mendan kessin, chunki insonlar meni yomon ko'radi" dedi. Farishta uni siylab qo'ygan edi, uning kesili saqayib, beshiga chiroyli chach undi. Ondan uningdan "Qandaq molni yaxshi ko'rsan?" deb so'radi. U, "Kalini" dedi. Shuning bilan uningga bir to'yoq bo'g'oz kal berib, "Alloh buni sana muborak qilsin" dedi. Ondan qarg'uning yoniga berib, "Hammadan bak nimani yaxshi ko'rsan?" deb so'radi. U, "Alloh ko'zimning nurini qaytarib bersin, insonlarni ko'ray" dedi. Farishta uning ko'zini siylab qo'ydi. Alloh uning ko'zining nurini qaytarib berdi. Ondan farishta, "Qandaq molni yaxshi ko'rsan?" deb so'radi. U, "Qo'yni" dedi. Uningga bir to'yoq bo'g'oz qo'y berdi. Ularga berilgan mollarning hammasi bo'g'oz edi. Şuna birisining bir vadi tugisi, yana birisining bir vadi kalisi, yana birisining bir vadi quyi bo'ldi. Keyin u farishta shaklini o'zgartib, oq kasalning yoniga keldi. Va "Men bir kambag'al odamman, yerim yo'lda qoldim. Allohdan hamda sening yordamingdan boshqa meni bugun manzilimga yetkazgan hech narsa yo'q. Sana chiroyli rangni va terini va mol o'rnida tugini bergan zotning hurmati uchun menga bir tugi bergan, uning bilan safarimni davomlashtirib uyimga yetib olay" dedi. Oq kasal beradigan yerlar ko'p dedi. Farishta, "Men seni tanigandek qilyapman. Sen bir vaqtlarda hamma odam yiroq qochadigan oq kasal emasmiding? Sen kambag'al emasmiding? Ondan Alloh sana mol berdi" dedi. Oq kasal, "Yo'q, bu mollar menga ota-bobomdan miros qolgan" dedi. Farishta uningga, "Agar yolg'on so'zlayotgan bo'lsang, Alloh seni burunqa olin qaytarsin" dedi. Ondan tozning yoniga berib, oq kasalga degan so'zlarni dedi, lekin tozmi oq kasalga o'xshashli javob berdi. Farishta uningga, "Agar yolg'on so'zlayotgan bo'lsang, Alloh seni burunqa olin qaytarsin" dedi. Ondan farishta qarg'uning oldiga berib, "Men bir kambag'al, musofir odamman. Yerim yo'lda qoldim. Allohdan va sening yordamingdan boshqa meni bugun manzilimga yetkazadigan hech narsa yo'q. Sana
Ko'zingning nurini qaytarib bergan zotning hurmati uchun menga bir qo'y bergin, uning bilan safarimni davomlashtirib uyimga yetib olay dedi. U kishi: "Men bir qarg'u edim. Alloh ko'zimning nurini qaytarib berdi. Kambag'al edim. Alloh meni boy qildi. Xoliqningni olg'in. Allohning nomi bilan qasamki, Alloh rozilik uchun men seni hargizmi qiyin ahvolda qo'ymayman, ya'ni xoliqning ol" dedi. Farishta uningga: "Melingni ching tut. Sizlar sinaldinglar. Alloh sendan rozi bo'ldi, lekin u ikki do'sting g'azab qildi" dedi. İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam İsroil o'g'illaridan birini tilga olib mundoq degan: Bir kishi yana bir kishidan 1000 dinar qarz so'radi. Qarz egisi: "Guvohchi olib kelgin, guvohchi bo'lsin" dedi. Qarzdor: "Alloh guvohlikqa yetarlik" dedi. Qarz egisi: "Undaqda kepil keltirgin" dedi. Qarzdor: "Alloh kepillik yetar" dedi. Qarz egisi: "To'g'ri aytding" dedi va uningga ma'lum muddat uchun 1000 dinar qarz berdi. Qarzdor pulni olib dengiz safariga otlandi. Ishini tugatgandan keyin belgilangan muddatda qarzni to'lash maqsadida qaytish uchun kema izladi, ammo topolmadi. Shuning bilan bir yog'ochni tepib, uning ichini o'ydi. Ichiga 1000 dinar qo'yib, o'z nomidan pulning egasiga bir parcha xat yozdi. Ondan ko'lga yerni etib, yog'ochni dengizning bo'yiga olib keldi va: "Ey Rabbim, sen bilasan, men palonichidan 1000 dinar qarz olgan edim. Shu chog'da mendan kepil so'radi. Men Alloh kepillik yetar dedim. Sening kepilligingga rozi bo'ldi. Mendan guvohchi talab qildi. Men Alloh guvohlik yetar dedim. Sening guvohligingga rozi bo'ldi. Uningga qarzimni to'lash uchun kiyim izladim, ammo topolmadim. Buni sana omonat qildim" deb dengizga qo'yib etdi. Yog'och eqib dengizning o'ttiriga kirib ketdi. U odam yurtiga qaytish uchun yana kiyim izlashga boshladi. Qarz egisi: "Balkim birar kema melimni elib kelib qolar" degan o'y bilan dengizga qarab turardi. Tuyuqsizla oldiga bir yog'och elib kelib qoldi. Eqib kelib qoldi. Uni o'tin qilish uchun uyga elib berib yog'an edi, ichida pul bilan xeti turganligini ko'rdi. Ma'lum muddatdan keyin qarzdor 1000 dinar bilan kelib, Allohning nomi bilan qasamki, pulingni vaqtida elib kelish uchun kema izladim, ammo topolmadim. Vaqt o'tib ketdi, xafa bo'lmag'in. Mana bu puling dedi. Qarz egisi: "Sen yog'ochning ichiga selib avatgan omonatni Alloh menga yetkazdi" dedi. Shuning bilan u kishi ko'p hamdosana aytib 1000 dinarni olib qaytib ketdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Tubba, Yamanlik bir podshohning la'natlangan yoki la'natlanmaganligini, Uzayrning payg'ambar yoki payg'ambar emasligini bilmayman. İmam Buxoriyning 3399-numurli hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: İsroil avlodi bo'lmagan bo'lsa, go'sht purab qolmaydi. Havva ona bo'lmagan bo'lsa, hech bir ayol eriga xiyonat qilmaydi. İmam Buxoriyning 3472-numurli hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Bir kishi yana bir kishidan bir parcha yer sotib olibdi. Sotib olgan yerdan bir ko'za oltin chiqibdi. U yer sotgan kishining oldiga berib, "Bu oltiningni ol, men sendan yer sotib oldim, oltin sotib olmadim" debdi. Yer sotgan kishi: "Men sana yer va uning ichidagi narsalarni qo'shib sotdim" debdi. Bular bitishilmay boshqa bir odamning yoniga beribdi. U odam bu ikkisidan "Balanglar bormi?" deb so'rabdi. Ulardan biri: "Mening bir o'g'lim bor" debdi. Yana biri: "Mening bir qizim bor" debdi. U kishi: "O'g'il bilan qizni uylantirib qo'yinglar va bu oltinni u ikkisiga sarf qilinglar, ulardan oshqanini sadaqa qilinglar" debdi. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zida bizga tong otqucha Isroil avlodi haqida so'zlab beradi. Faqat namoz uchun o'rnidan turadi. İmam Muslimning 2252-numurli hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Bani Isroil qavmida bo'yi bakar bir ayol bo'lib, u ayol bo'yi egiz ikki ayol bilan bilmoqdi. Shuning uchun u yog'ochdan 2 put yastab olgan edi. U yana 2 kavak oltin uzuk yastib, uning ichiga eng yaxshi puraydigan mushk ambar to'ldirib olgan edi.
Allohning tavfiqi bilan qissalar bölümünü oxirlashdi. Alloh xolisa keyingi qatimda mahluqotlarning yaratilish bölümünü o'qiymiz. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.